Selam şayanlar, sizning tilka ko'rganingiz bordir endi. Amina zo'r quloqli tulkilarni uchratganingiz bormi? Yo'qdir mag'ayin. Chunki ular boritik Afrikadagina yashaydi. Bugun men sizga ana shunday tulki turida so'zlarman. Zo'r quloqli tulki aytganimcha Afrikada kunida. Uning naq mana shunda yashavi uchraqli hal tugul. Chunki ular to'plana turgan o'simlik ashovchi termitlar bori shundagina yashaydi. Haligi tulkining yini sirg'ilt kurantisda. Tepilari ham quloqlari qora. Quloq uzunligi yaqincha 12 cm. Bu tür tulkilar porlab, aqay vaqt kichkinagina g'ayla bo'lib yashaylar. Qo'rqinish yonaganda o'zlari qo'zigan yeysa boshqa hayvonlar qoldirib ketgan inlarga qo'shalar. Zo'r quloqli tulki bijak ashovchi hayvon. Ular ko'proq termitlar, qurt ham saranchalar bilan to'qlanadi. Sirakkina o'simlik oshi yurt hayvonlarini tashlanmay. Ularning qulog'i yaxshi eshitadi. Bu tür tulkilarga tobush ovlarga naq-naq shap eshituvi yordam etadi. Zo'r quloqlar bijaklarning ozgina silkingan tovushini sezadi. Ilgariroq bu tür tulkilarni kunchig'ish ham Kunyoq Afrikada ko'p uchratib bo'lgan. Bugun esa qo'y bir o'lkalarda ularning soni yo'qqa chiqu oldinda turadi. Yerli xalq haligi tulkilarning qiymatli terisi uchun ko'plab yo'q ekan. Do'stlar, zo'r quloqli tulki turida bugun ko'p narsa bilgansizdir. Aydagiz bilimlarni sinovlar yordamida nig'itdik. Zo'r quloqli tulki Avstraliyada yashaymi? Yo'q, afarin. Avstraliya koala, kenguru kabi hayvonlarning tug'an jeri. Balki u Tunyoq Amerikada yashaydir? Yo'q, javobingiz durust. Unda bizon, salak-muguz, karibu kabi jon egalari kunida. Olaysa u Afrikada yashaymi? Naq shulay, durust. Hozir ikkinchi so'rovni tinglaymiz. Zo'r quloqli tulkiga tobushin ovlarga yaxshi ko'rishi ko'zlari bo'lishami? Yo'q. Ko'zi yaxshi ko'rsa-da, yer ostidagi qurtlarni sezarga anga bu bo'lishmaydi. Balki anga isni shapsiz yordam etadir? Yo'q, javob bu da tugul. Olaysa anga uzun quloqlari yordam etami? Afarin, bildirdingiz shoyanlar. Haligi tulki bijaklarining yer ostidagi harakatini naq-naq quloqlari yordamida eshitadi. Bugunga sizning bilan sog' bo'lasham shoyanlar. Aylana-tira tabiatni kuzatib yashagiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar.